O'yin oxirgi daqiqalarda kamchilikda qolganimizda ancha qiynaldik. Shaxsan men bu vaziyatda Jose Luisdan boshqacha qarayman va u yon chiziqqa kelib, nima uchun Federico Valverdeni maydondan chetlatganini tushuntirgani uchun undan minnatdorman. Bu epizod bo'yicha mening qarashim boshqacha, lekin oxir-oqibat hisobni saqlab qolib, o'zimiz istagan 3 ochkoni qo'lga kiritganimizdan xursandman. Men Vinicius haqida so'ramoqchi edim. Bugun unga eng yaxshi individual himoyachilardan biri Llorente qarshi o'ynadi. Shunga qaramay u ajoyib gol urdi, penaltidan ham gol kiritdi. Garchi so'nggi haftalarda bittasini ura olmagandi. Uning bugungi o'yini va hozirgi faoliyati bosqichi haqida nima deya olasiz? Yana bir ajoyib o'yin Vinicius Juniordan. Yana bir bor uning iste'dodi, jasorati, xarakteri, xato qilishdan qo'rqmasligi va yana urinib ko'rishga tayyorligini ko'rdik. Juda chiroyli gol, murakkab vaziyatda bizga g'alaba olib keldi. Har doim aytganimdek, bunday futbolchining jamoada borligi katta omad. Uning fidoyiligi, iste'dodi va jamoani ortidan ergashtirish istagi juda yuqori. Menimcha, u hozir faoliyatining cho'qqisida yoki hech bo'lmaganda unga juda yaqin. Agar hozir tezda 21-asrning eng yaxshi murabbiylari reytingini tuzsak, hamma Pep Guardiola, Jose Mourinho va Diego Simeoneni kiritadi. Siz oxirgi bir oy ichida uchalasini ham mag'lub qildingiz. Bu sizni qayerga qo'yadi? Bu meni emas, balki men ishlayotgan ajoyib jamoani juda yuqori o'ringa qo'yadi. Har doim aytganimdek, eng yaxshi futbolchilarga ega bo'lsangiz, hammasi ancha osonlashadi. Ayniqsa ular hozirgidek jarayonga to'liq sho'ng'igan bo'lsa, mentaliteti kuchli bo'lsa va albatta Santiago Bernabeu stadionidagi muxlislarning tobora kuchayib borayotgan qo'llab-quvvatlashini ko'rish katta baxt. Men doim futbolchilarga aytaman, bundan foydalaninglar, chunki Bernabeu sizni oldinga undasa, hammasi ancha osonlashadi. Go'yo maydon bizning foydamizga og'ib turgandek bo'ladi. Men barcha futbolchilarga, asosiy tarkibda tushayotganlarga ham, zaxirada qolayotganlarga ham fidoyiligi va mehnati uchun rahmat aytmoqchiman. Ular maksimal darajada jips bo'lishsin, bir oila bo'lishsin, do'stlik kuchini ko'rsatishsin, shu ajoyib muhitni saqlab qolishsin va g'alaba qozonishda davom etishsin.